Ronaldo haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq ismi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ronaldoning ismi AQShning sobiq prezidenti Ronald Reagan sharafiga qo'yilgan. 1985-yil 5-fevralda tug'ilgan. Millati Portugal. Bolaligida u yurak kasalligi bilan qiynalgan va buning uchun u operatsiya bo'lgan. Hozirda 40 yoshda, bo'yi 189 cm, og'irligi esa 83 kg. Oilasida 4-farzand. Cristiano futbol o'ynashni 2-3 yoshida boshlagan. 6 yoshida esa maktabga borgan. Maktabda a'lo baholarda o'qigan. Ingliz til fanini yoqtirmagan. 14 yoshida ustozga stul uloqtirgani uchun maktabdan haydalgan. 6 yoshida Adorine klubida o'ynash uchun taklif olgan. Oilasi juda qashshoq bo'lgan va shu sababli Ronaldoni abort qilib tashlashni xohlashgan. Ronaldo qo'shimcha pul topish uchun ko'chani supurgan. 2002-yilda Sporting klubi bilan professional shartnoma imzolagan. O'sha yilning 18-avgust kunida professional faoliyatidagi ilk sovg'ani qo'lga kiritgan, lekin o'sha o'yinda qatnasha olmagan. 2003-yilda Manchester United 12 million dollarga Ronaldoni sotib olgan. Ronaldo o'zi ishtirok etgan barcha musobaqalarda gol ura olgan yagona futbolchi hisoblanadi. Angliya, Ispaniya va Italiyada chempion bo'lgan birinchi futbolchi hisoblanadi. Ronaldo hech qachon spirtli ichimliklar ichmaydi, chunki uning otasi alkogolizm tufayli vafot etgan. Ronaldo kuniga 4-5 marta yuvinadi. Ronaldoda hech qanday tatuirovkalar yo'q, chunki u doim qon topshiradi. Ronaldoning eng yoqtirgan filmi Rocky. Sportingga qarshi o'yinda gol urgan, lekin nishonlamagan. Ronaldo saraton kasalligiga qarshi kurashuvchi eng katta donor hisoblanadi. O'zining birinchi oltin to'pini 2008-yilda qo'lga kiritgan. 2009-yilda rekord summada Real Madrid safiga qo'shilgan. Real safida 4 ta Chempionlar Ligasini yutgan va o'zining eng yuqori darajasiga chiqqan. 2018-yilda Juventus safiga 100 million yevro evaziga qo'shilgan. Bu summa Italiya transferlar tarixidagi rekord hisoblanadi. Chempionlar Ligasida bitta mavsumdagi gollar soni bo'yicha ham rekordchi bo'lgan. 2016-yilda Portugaliya terma jamoasi bilan Yevro kubogini yutgan. Finalda jiddiy jarohat olgan bo'lsa ham jamoasiga murabbiylik qilib turgan. Ronaldoning CR7 brendi bor. Ronaldoning xayriya tashkilotlari ham juda ko'p. Ronaldo bir necha bor Guinnesslar rekordiga kirgan. Nike va KFC kabi kompaniyalarning reklamalariga chiqqan. Instagramida birinchi 100 million obunachiga erishgan ilk futbolchi. Ronaldo Portugaliya jamoasining hozirgi sardori, Yevropaning to'purari hisoblanadi. Ronaldo haqida kitoblar, kinolar va hatto komikslar yozilgan. Ronaldoning 40 yoshdagi sport formasi juda ham kuchli. Juventusga qarshi o'yinidagi qaychi uslubidagi goli eng chiroyli goli hisoblanadi. Ronaldo haqida juda ham ko'p memlar qilingan. Ronaldo formasini saqlab qolish uchun doimiy dietada yuradi. Mashg'ulotlari uchun oyiga 1 million dollar sarflaydi. Ronaldo qimmatbaho aksessuarlarni yaxshi ko'radi. FIFAning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan. Ronaldoning kola ichishni rad etgan videosi internetni portlatib yuborgan va bu videodan so'ng Coca-Cola aksiyasi tushib ketgan. 18 yoshidan Portugaliya terma jamoasi bilan debyut qilgan. Manchester safida 144 ta gol urgan. Real safiga qo'shilganida 9-raqamda o'ynagan va hatto bir o'yinda 11 raqamda o'ynashga majbur bo'lgan. Ronaldo 7 raqamini omadli deb hisoblaydi. Ronaldoning turmush o'rtog'i Georgina Rodriguez va u model hamda raqqos hisoblanadi. Georgina Rodriguez Ronaldoga Rolls-Royce sovg'a qilgan. Ronaldoning 5 ta farzandi bor. Ronaldo Portugaliyada 10 marta yilning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan. Tezlik, kuch va chidamlilik uni futbol tarixidagi eng mukammal o'yinchiga aylantirgan. Londondagi Madame Tussauds muzeyida Ronaldo haykali mavjud. Ronaldo maydonda motivator hisoblanadi. Jamoadoshlari bilan hazillashishni yoqtiradi. Jahon chempionati boshlanishidan oldin Ten Hag haqida intervyu bergan. Saudiya ligasini Liga 1dan kuchli deb hisoblaydi. Ronaldoning oyoqlari 100 million yevrodan ortiq summaga sug'urta qilingan. 2021-yilda 12 million funt evaziga Manchester
Unitedga qaytgan, lekin bu transfer omadsiz bo'lgan. Ronaldo hatto basketbolchilardan ham balandroq sakraydi. Jarima zarbalarini tepishdan oldin maxsus pozada turadi. Gol kiritganidan so'ng esa maxsus nishonlaydi. O'zining mashhur jesti bor va buni Mr. Beast ham takrorlab ko'rgan. Ronaldo YouTube kanal ochgan. Mr. Beast Ronaldoga YouTube kanal bo'yicha maslahatlar bergan. Instagram bo'yicha eng ko'p obunachiga erishgan. 3851 ta post joylagan. Uysiz odamlardek kiyinib olib, Madrid ko'chalarida futbol fintlarini qilgan. Agar Ronaldo futbolchi bo'lmaganida model yoki aktyor bo'lgan bo'lardi. BBC versiyasiga ko'ra, dunyoning eng yaxshi o'yinchisi hisoblanadi. Ronaldo o'zini dunyodagi eng kuchli futbolchi deb biladi. Ronaldo hozir 1000 ta gol kiritish maqsadida o'ynamoqda va hozirgi kungacha 928 ta gol urgan. 40 yoshda ham Saudiyaning eng yaxshi to'p urari hisoblanadi. Lekin Al Nassr bilan biror marta Saudiya chempioni bo'la olmagan. Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionatini yutishni maqsad qilib qo'ygan. Messi bilan maydonda raqib bo'lishsa ham, lekin maydondan tashqari do'stlar hisoblanishadi. Ayni kunlarda Ronaldo Portugaliya jamoasi bilan mashg'ulot o'tkazyapti. Messi va Ronaldo futbol tarixidagi eng katta era boshlanishiga sababchi bo'lgan.